ayollar bachadonidagi o'sha onkologiyani tabiiy giyohlar, tabiiy usullar bilan davolayotganda trendga chiqib ketgan Murod Shifo tabobat klinikasini hozir ginekologiyasida turibmiz. Men xolamdan 2-3 marta intervyu oldimda, yana qayta ko'rikka kelibsiz-a? Durdona opa, odamlarga shu onkologiyaning ayrim turlarini deylik, sizlar bilishim bo'yicha ikki kasrlik tarixiylar bor, o'zinglar bobolaringlar onkologiyalar bilan boshqa jigar kasalliklaringizmi giyohlar bilan davolab kelishgan. Hozirda bizda qanaqa muammolar bo'lsa kelsak bo'ladi? Natija hozir mana onkologik kasalliklar, bachadon bo'yni eroziyasi, mioma kistasi, shu kasalliklarda juda yaxshi effekt bo'lyapti. Davolashga harakat qilyapmiz. Kimyoga bermaysizlar? Yo'q, himiya bermaymiz. Tabiiy giyohlar bilan yondashamiz bu kasallik. O'zlaringizda tampon, boshqa muolajalaringiz bo'lmaydi shunday. Tampon, malham, mazlar. Xolamda nima shikoyat bo'lgan boshqa? Shu onamda bachadon bo'yni saratoni. Saraton deyishgan, to'g'rimi? Necha oy bo'ldi kelganlarni? Oktyabr. Mana shu onam. Oktyabrda. 10 oy. Oktyabr. O'tgan safar shu kommentariyaga yozishibdi. Bu opani agar haqiqat bo'lsa, tekshiruv analizlarini ko'rsating dedi. Shu hozirgi tekshiruv analizlar shu opa. Shu opamnikida to'g'rimi haligi 7 sm millimetr qolganligi haqida mana shu do'postlari ana o'rtoqlar o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Xo'p, Muqaddas opa siz nima? Ha? Muqaddas opa. Mana santimetr turibdi, ko'ryapsizlar? Santimetr. Muqaddas opa nima aytgan ko'rsatyapti Muqaddas opa. Keyin bu yerda уже 0,8 0,6 sm. Уже u 0,6 degani millimetr degani. Tushunyapsizlar-a? Gap qattiq. Juda ham foydalanadi ekan. Alloh ziyodatini sinardi. Agar sizda ayollarimiz uchun muammolar bo'lsa, qo'rqmay bosib kelaverasizlar. Ekranda qoldiringlar, bemalol telefon savol javob qilsanglar bo'ladi. Manzilni yozinglar, kasalxonaga tashlab beraman. Sog' bo'ling.